Ishxonada nima uchun ishlaysiz va necha pul oylik olasiz? Ishxonada o'rtacha 10 million oylik olamiz. Hozircha uylanish uchun. Oilada nima uchun ishlaysiz va necha pul oylik olasiz? Oilam uchun ishlayman, oyligim 14 million 15 milliongacha bo'ladi. Oila muqaddas muqaddas. Ishxonada nima uchun ishlaysiz va necha pul oylik olasiz? Oyligim 15 milliondan 20 milliongacha. Oyligimni shu kichkina qizimni kelajagi uchun xarajat qilaman. Olam shodliklari sendadir qizim. Ishxonada nima uchun ishlaysiz? Necha pul oylik olasiz? Ishxonada oilam uchun ishlayman, oyiga 1.5 ming dollar topamiz. Sizlar nimadir qilyapsizlar-da, kimgadir yaxshi gapiryapsizlar. Nima uchun keldim? Kim uchun ishlashni ham bilmayman. Ishxonada nima uchun ishlaysiz va necha pul oylik olasiz? Ishxonada bolalarga oylik berish uchun ishlayman, o'zim bir so'm pul olmayman. Qandaysan Sardor? Nimaga birovlarni? Kimniki?